Assalomu alaykum. Bu meni birinchi blogim. Hozir men sizlar bilan Haydiko 17 Pro Max plansheti haqida gaplashamiz. Bu planshetimiz 4 xil rasvetkada chiqqan. Android sistemada ishlaydi. Old kamerasi 5 megapiksel, orqasi 13 megapiksel. Ikkita sim kartada ishlaydi. Ekran duyumi 10.1, batareykasi 10.000 mAh. Hozir bu planshetimizni ochib, ichidan nima chiqishlarini ko'rib chiqamiz. Judayam ajoyib ishlangan ekan, korobkalari. Ko'rsanglar bo'ladi. Planshetimiz iPhone dizayniga o'xshab ishlangan ekan. Judayam ajoyib ishlangan. Ko'rinishlariga baho berib qo'yasizlar. Planshetimizni ichidan chiqadigan mahsulotlari, klaviatura, chexol, shisha laminatsiyasi. Wow. Mishkasi, golubka, kabel, ekranni boshqaradigan ruchkasi, brilok, Type-C ni USB qiladigan adapter, AirPods chiqargan. Haydiko modeliga tegishli AirPods. Bu planshetni sotib olganingizdan keyin qo'shimcha gadjetlar sotib olish shart emas ekan. Hozir yoqib bu planshetni obzor qilib beraman. Klaviatura bilan mishka Bluetooth orqali ulanar ekan, ko'rib turganingizdek. Klaviaturaning ishlashini bitta tekshirib ko'ramiz. Judayam ajoyib ishlayapti. Studentlarga, farzandingizga dars tayyorlash uchun olib berishingizga variant ekan. Bizga asosiy kerak bo'ladigan nastroykasi ko'rsanglar bo'ladi. Ekran 10.1 dyum, batareykasi 10 mAh, ikkita sim kartada ishlaydi. Android 15 versiya. Xotirasiga keladigan bo'lsak, 1 terabayt yozilgan bo'ladi. Operativkasi 16. Kamerasini ko'rib chiqamiz. Qatdan kamerasi aytgandek chiqar ekan. Nastroykasiga kirib ko'ramiz. Mana. Rasmga olish 13 megapikselgacha olar ekan. Videoga olishi 1800 pikselgacha olar ekan. Oldingi kamerasini ko'rib chiqamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Rasmga olish 5 megapikselgacha olar ekan. Videoga olishi 320 pikselgacha olar ekan. Qatdan aytgandek chiqar ekan. Ort kamerasi 2x gacha yaqinlashar ekan. Haydiko 17 Pro Max planshetining obzorini ko'rib chiqdik. Studentlar uchun, farzandingiz uchun byudjetli variant ekan. Bozorlardan 900 ming, 1 million atrofida topsangiz bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying.